Assalomu alaykum hurmatli televizor yaxshimisizlar? Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasi Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rinmanlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı o'zining xalqaro siyosiy sahnalardagi ta'sirchanligini yanada oshirish va faoliyatlarini jonlantirish maqsadida dunyodagi asosli siyosiy markazlar hisoblangan London, Berlin, Bruksel, Parij, Washington shaharlarida ilgari keyin bo'lib, Dünya Uyg'ur Qurultayining maxsus ishxonalarini ta'sis qilgan edi. Shu qatorda Turkiyaning Istanbul shahrida Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfini qurib chiqildi va Turkiya hukumati tomonidan rasmiy yo'sinda qonuniy ro'yxatga ilingan mazkur vaqfa navbatda o'zining faoliyatlarini uzluksiz jonlantirib kelmoqda. Sizlarni İstanbulda qurilgan Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfi haqida yanada atrofli ma'lumotga ega qilish uchun bugungi suhbatimizga mazkur vaqfining raisi va 7-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayining Turkiyada yangidan saylab chiqilgan vakili Abdurashid Abdulhamid apandilarni alayida taklif qildik. Hurmatli Abdurashid apandim, oldi bilan programmamizga xush keldingiz, qarshi olamiz. Hoş bulduk. Rahmet. Hurmatli Abdurashid Abdulhamid apandim, oldi bilan İstanbulda qurilgan Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfining qurilish maqsadi va ilib boradigan asosli xizmatlar haqida biroz ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Aldı bilen barlıq Şark Türkistanlık qarindoshlarga chin ko'nglimdan salom yo'llayman va shundaqla hammasiga tindan salomat bo'lishini Janob Allohdan tilayman. Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfining qurilish sababi asosli biraz evvel siz deb o'tdingiz. Dünyadagi asosli siyosiy markazlarida Dünya Uyg'ur Qurultayining ishxonalari va sho'balari ochildi. Türkiye bulutmu İslam dünyasida muhim o'rinda turadigan bir davlat. Keyingi vaqtda Avrupa va Amerika qatorliq g'arb davlatlari bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatlarning yaxshi bo'lmasligi sababidan Turkiyaninki sharq tarafga bo'libmi Xitoy, Rossiya qatorliq davlatlarga yiqilishi ko'rilayotgan bir ahvol edi. Endi Dünya Uyg'ur Qurultayininki dunyoda Şark Türkistan sirtida Qozog'istondan qolsa eng ko'p Şark Türkistanliklar yashaydigan bir davlat bo'lgan Turkiyada ishxonasininki va yoki sho'bisininki bo'lishi bir zo'r tepilgan bir hodisa edi. Bu Dünya Uyg'ur Qurultayi ijroiya komitetininki bir necha qatimliq yig'inlarda 2019-yillarda ko'rishilgan bo'lib, eng oxiri shu 2020-yillarning boshlarida bu dernek shaklidan bo'lsin yoki vaqf shaklidan bo'lsin degan maslahatlar qilib, eng oxiri vaqf shaklida qurilish qaror qilingan bo'ldi. Chunki sho'ba qurish va yoki ayrim bir tamsilchilik etish uchun buningki rasmiyatlari ko'p rasmiyat ekan. Ayrım şekilde kurulan dernek veya ki vakıf ondan tekrar asan bulur ki şunlaşka bununki vakıf şekilde kuruluşu kararlaştırılan bulup 2020 yılındaki başlarda bu karar edildi. Ama işte bu pandemi münasebetiyle COVID-19 dünyanın ambiyeti yamırıp bitip 7. aya gelgen vakitte onunki resmi kuruluş müracaatımız ne? Türkiye'deki mahkemelere kalkan bulduk. Ahire 2020 yılı 25. dekabr günü resmi şekilde mahkemeden kuruluş tasdiki çıkan buldu. Ve 1. ayındaki 3. günü Türkiye resmi gazetede ilan kılınıp bütün kamuoyuna, cemaatçilikke ilan kılınan buldu. Yani bu süreç bir aylık itiraz vakti badep parlagan boğaçka. İkinci ayakçılık boğa aralıkta biz bunu açıklamayıp asasiyatten özara bilip tuttuk. Bununki kuruluş sebebi şu. Hem de kuruluş maksidi kelsek, Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfininki maksidi Şark Türkistan'da bulayotgan hadisalarni bütün dünya cemaatçiligiga, axborot organlariga bildirish va u yerdagi inson haqlari, yani kişilik hukuk depsendiçiliklerini, kampını ve şuna münasebetlik barlık hadiselerini dünya ve Türk cemaatçiliğine bildiriş maksat kılıngan. Onun sırtında Şark Türkistanlıklarındaki özara birbirine yardımlaş muhitini tekimi güçlendiriş, hazırlıkçılık Şark Türkistan davası olsun veya ki başka teşkilatlara a'zo bulup kirmegen bu Türkiye qarindoshlarimizni bu da'voninki sepiga qatish, onun sirtida yordamga muhtoj bo'lgan Şark Türkistanlik qarindoshlarımizga imkonlar yor bergan o'lchida yordamchi bo'lish, universitetlarda o'qiyotgan o'quvchilarimizga imkonlarimiz yor bergan o'lchida o'qish yordam puli ta'sis qilish,
va shunga o'xshash har xil ijtimoiy taratqulardan foydalanib Sharq Turkiston masalasini anglatish, ondan keyin kitob, jurnal, hujjatli film qatorliq har xil sohalarda Sharq Turkistonda tunutish, mushu sohani o'z ichiga olgan barliq ishlarni Turkiyadagi veya chet eldagi munosabatlik tashkilotlar, shaxslar bilan hamkorlik ishida elib berish. Vaqfninki asosli maqsadi qurilish jarayoni va qurilish maqsadi mushu. Rahmat hurmatlik Abdurashid Abdulhamid efendim. Yuqorida Turkiyadagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqtining qurilish jarayoni va qurilish maqsadini biroz ixlos ko'rinmagan ma'lumot berib o'tgan bo'lamiz. Endi bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqtining qurilmasi haqida biroz ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni qancha xizmatchilar, nima ishlarni qilyotdi, shu qurilmasi haqida biroz ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Dunyo qurultiyi vaqfi Turkiya Cumhuriyetininki vaqf qurish ommaviy tashkilotlarning qurilish qonuniga asosan qurilgan bir vaqf. Buningki idari organları bir başqurguchi hay'at a'zolarimiz var. Türkçe'de mütevelli hay'at deb qo'ydi. En yüksek organı vakfninki. Bir yerde 11 kişilik bir hay'atni tashkil topgan mütevelli hay'atimiz var. Bunun içinde ziyolilerimiz, ticaretçilerimiz, ondaki cemaat erbapları, o'quvchilar, o'xshash shundoq har sohadan insonlar bor. Birisi hamda boshqaruvchi hay'atimiz, idoriy hay'atimiz var. İdari hay'atimizda 5 kişilik bir resmi idari hay'at a'zosi, 2 kişilik kandidat a'zomuz var. Ondan başqa 3 kişilik teptiş hay'at a'zomiz var. 2 kişilik kandidat teptiş hay'at a'zomiz var. Hamda mushu a'zolar bilan birlikda vaqtninki faoliyatlarini elib beryapmiz. Vaqtimizda hozirgacha ishlayotgan va yoki xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz hammaylar xolisona bir shaklda bu faoliyatlarni elib beryapmiz. Vaqtninki hozirgacha faoliyatlar hamda ba'zi siyosiy partiya temsilchilari bilan ko'rishish, ondan keyin masalan Volkswagen'ni boykot qildigan dunyo xarakterlik bir faoliyat o'rnashtirgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqirig'i bilan o faoliyatga Türkiye'deki münasebetlik teşkilatlarımız bilan bulutma xalqaro Sharq Turkiston xalqaro teşkilatlar birligininki qarmoqadagi yangi nesil hareketi bilan birlikda o faoliyatni elib bordik. Ondan keyin 2022 Beijing qishliq olimpiyatlarini boykot qilish faoliyatini yana tantarbiya va taraqqiyot jamiyatininki hamkorligida birga bu faoliyatni elib bordik. Onun sırtında xeyli köp qarindoshlarımızga, yurtdoshlarımızga yardım bulunduk ve yardım qiluvchilar bilan yardım aluvchilarni bevosita ko'rishtirib qo'yish orqali ularninki vaqfninki hisobiga kirmay turib bir qism yordamni o shaklda qilingan bo'ldi. Hozir hamda o'quvchilarninki burs talep qiladigan taleplerini toplayapmiz. Bular hamsi toplangandan keyin yana vaqtimizdagi idari hay'at toplanib bir qaror elish orqali bularni qanday bir taraf qilamiz, qaysi shaklda yordamchi bo'lamiz. Shunga o'xshaydigan faoliyatlarni elib beryapmiz hozirgacha. Rahmat hurmatli Abdurashid Abdulhamid efendim. Yuqorida bizga bergan ma'lumotlaringiz asosida biroz Dunyo Uyg'ur qurultiyining Turkiyadagi vaqfisiga tonish hosil qilgan bo'ldik. Endi sizga ma'lum, Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan turli munosabatlari yillardan buyon qo'yiq bir shaklda davom qilyotdi. Uning ustida Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysa qatorliq bir qism qurultay rahbarlarining Turkiyaga kirishi uzun yillardan buyon cheklanib kelgan bo'ldi. Bu hammamizga ma'lum sir emas. Bundaq bir ahvolda Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfi degan nomda Turkiyada bir tashkilotni qurish va uni qonuniy tasdiqdan o'tkazish jarayonida besim va to'salg'ular duch keldinglarmi? Shu haqida bir qiyinchiliklarni agar xohlasangiz ekranlarda ko'rinmalar bilan o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz. To'g'ri, anda abaytimni biraz deb o'tdik Turkiyaninki bulutma Xitoy va Rossiya qatorliq davlatlar yaqinlashishniki sabablarini. Albatta, bevosita bir to'sqinlikqa uchraydigan bir ish bo'lmadi, chunki biz murojaat qilgan vaqtimizdan tortib buni kam tashviq qilmadik. Taki mahkamaninki eng oxirgi qarori chiqib, Turkiya rasmiy gazetasida e'lon qilinib,
bu qurilish tamomlanğıçılık bo'lgan arlıqda buni shu qurg'uvchilar yo boshqa az bir turkum insonlarninki sirtida hamma kishidan biraz maxfiy ilib bordik bu jarayonni. Hamda qurilib bo'lgandan keyin ba'zi masalan gazetchi muxbir devagan o'zini bir qism insonlar telefon qilgan bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultayı'nınki bazı müşündaq bölgünçü bir teşkilat ikenlikini bununki bu yerde bundaq bir faaliyetine elip verilişininki Türkiye'nin kanunlarına xilaf ikenliki o bu doğruluk biz onunla gerek cevabını verdik. Eğer bu kanuni bir meselesi bizimki tahtımızdan bahsi advokatları var. Advokatlar arkalı görüşü bulduğallıqını. Ondan başka bizdeki bu Dünya Uyghur Qurultayı vakfı şundaqla raqiblar müdürlüğününki nazareti aslında. Ondaki İçişler Ministerliği ve Türkiye'ninki amanlık qoğdaş güçlerinki bularınki nazareti aslında bulduğatkan bir şey olğandı biz ondaq iş bolsa elbette bununki adliye tarafından qılışıp tegişlik işte bu muhbir buluş süpürden buncular işlerine pek kırılması gerek doğruluk izahatımızı belgen bulduk. Yani Dünya Uyghur Qurultayı uzun bir mezgil Türkiye'de biraz siyasilerge doğru bir şekilde düşündürülmegenligi için bir mesafe battı. Türkiye devletininki devlet yetkililer devlet erbapları bilen Dünya Uyghur Qurultayı arasında bir mesafe şekillenip kalgan. Yani pek yakınçılık kılmaydıgan şundaq bir ahvalda elbette biz bununki ma'lum derecede to'sqinlikqa uchrab qilish ehtimolini uzoq ko'rmadik, bu qilish ehtimoli bor deb qaradik, lekin oxirgi hisobda Dünya Uyghur Qurultayı vakfi nomida bundaq bir tashkilotimiz o'ttirib chiqqan bo'ldi. Bu elbette bizni suyundirdigan, xo'shal qildigan bir hodisa. Türkiye devletining asta Dünya Uyghur Qurultayıga ve Dünya Uyghur Qurultayı'nınki idarecilerge bo'lgan ko'z qarashininki o'zgarayotganligini ko'zlab deb qarasaqmi bo'ladi. Endi hurmatli Dünya Uyghur Qurultayı'nınki rais To'lqin Aysa efendimninki Türkiye'ye kirish cheklangan. Ondan başqa bundan burunqi raislardan cheklanganlar bor. Başqa hozir Dünya Uyghur Qurultayı idari heyetining ichida Türkiye'ye kirish cheklanganlar bor. Ham To'lqin Aysa efendimning Türkiye kirişinin çekilişini kaldırış için mahkemede, idari mahkemede dava açılgan. Yani memuri mahkemede. Bu dava ahırlaştı. Fakat az bir vakit kaldı. Onunki ahırki neticesini ilan kıldığında. Bununki neticesini hazır demey turaylı. İnşallah bunun da yaxşı bir netice çıkıdı dep oylavatımız. Yaxşı bir netice buldu inşallah. Onun sırtında Dünya Uyghur Qurultayı'nınki isminin resmi bir şekilde Dünya Uyghur Qurultayı vakfı isminin resmi bir şekilde Türkiye'nin resmi gazetesi, resmi organları hem yerde bundaq bir enge elinişi elbette bizim suyundurduğun bir hadise. Dünya Uyghur Qurultayı vakfı Türkiye'de kuruldu. Bu vakıf mevcut hiç qandaq bir teşkilatlar bilan raqobatlashish veya ki ma'lum bir teşkilatlarning o'rnini elish o maqsad bilan qurilgan bir teşkilat, bir vakf emas bu. Bu faqat arada boş qolgan ma'lum yani to'liqlash ve burun qurilgan barliq Sharq Turkistonlik teşkilatlar bilan albatta fikir ma'lum jihatdagi ko'z qarash birligi bo'lgan prinsipda anlasha oladigan tashkilotlarimiz bilan ish birligi ichida mengishni asos qilgan bir tashkilot. Biz mayli xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bo'lsin, mayli ulamolar jamiyati bo'lsin va yoki Uyg'ur
Akademiyasi vaqti bo'lsin, Sharq Turkiston vaqti bo'lsin, Iso Yusuf Alptekin vaqti bo'lsin, Yoshlar jamiyati bo'lsin, shunga o'xshash barliq jamiyatlar bilan ishbirligi ichida faoliyat ilib boramiz. Bundan burun qandaq muomalada bo'lib kelayotgan bo'lsa, bundan keyin yana o'xshash shaklda o'zaro hamkorlashish orqali bir-birimizga destek bo'lish, bir-birimizningki kamiyatlarini to'liqlash, shu asosda yana faoliyatlarimizni ilib boramiz. Bu hargizmi ma'lum bir tashkilotlarga yoki bir organlarga raqobat shaklida yoki o'rnini olish shaklida undaq bir maqsad qurilgan bir tashkilot emas bu. Biz bütün masalan mushkatımqi saylamdımı 22 Ağustos'taki vekillik saylamdımı biz Sefaköy rayonunda Şarkı Türkistan yeni nesil hareketindeki qo'llanib kelayotgan yani bir kahvehanesi var. Şu kahvehanesini sandık oy qo'llanadigan yer qilib yani ishlatdik. Onun keyin masalan bizdeki Teklimakat Uyghur Neşriyatımız var. Yani ki işkanlarını işlettik. Dünya Uyghur Kultuyu Vakfı'nınki yerini birisini bir yerde işlettik. Bizdeki sandık 5'inde tuğan kıyındaşlarımız Meyle Sefaköy'deki o kıyındaşlarımız olsun. Enver Karim mesela nazaretçi bulup sandıkla ağırlaştık. O Türkler'de Zeytinburnu'da bu nazaretçiler. Ula Tuğde bu Dünya Uyghur Kultuyu Vakfı'nın işhansı da nazaretçi bulup Uyghur Akademiyesi Vakfı'nınki idari heyeti reisi Hürmet Ferhat Tanrıtağlı efendim başına ahırgaçılık nazaretçi bulup ki onun için Ahmet Kaşgarlı kardeşimiz o nazaretçi bulup o devam kıldı. En ahırkı oy reis hanaydıgan vaktıdı mı? Hürmet Ferhat Kurban Tanrıtağlı efendim onun için yana Uyghur Akademisi Vakfı'nın Şevket Nasır efendim, emmimiz bildiğin cemaat erbabı Tibet Yüce Türk efendim, Ahmet Kaşgarlık efendim, yani bir kardeşimiz muşla emmisi ihtiyari bir şekilde özleri hem nazaretçi bulup hem reis tanışka ketilip ahırki kulası dokulatını tutuşuluk yazıp boğuşu boğarlıkta emmisi şu git saat 11:20-10 kiloçilik işini devam kıldı. Bana muşlanın emmisi biz özara işbirlikimizden ki özara birbirimizge bo'lgan ishoncimizning bir neticesi deb qarayman. Rahmat hurmatli Abdurashid Abdulhamid efendim. Ahırda bu teşkilatlar yani Türkiye'deki Şarkı Türkistan teşkilatlar ara hamkorliklarni bu yaqinda o'tkazilgan ve ahırlaşkan Dünya Uyghur Qurultayının vekil saylash jarayonini biraz misal qilib keltirdingiz. Bu vaqtdagi savol bilan oxirlashtirsam, bu yil 11 ayning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7 navbatlik Dünya Uyghur Qurultayının vekillik saylami 22 avgust, ya'ni yakshanba kuni Turkiyada muvaffaqiyatli o'tkazildi. Masalan, İstanbul'da 3 yerda maxsus saylam sandığı ta'sis qilindi. Bularning ichida siz raislik qilayotgan Dünya Uyghur Qurultayi vaqfining ishxonasi, siz bu navbatda İstanbulda o'tkazgan vakil saylamiga shu jarayonda bosh nazoratchilik qilgan bo'ldingiz hamda. Hem nazoratchilik qilgan, hem siz boshchilik qilayotgan bu Dünya Uyghur Qurultayi vaqfining ishxonasini shu saylam rayonlarının birisi qilgan bir shaxs bo'lish sifatingiz bilan bu saylamga qanday baho berasiz? Turkiyadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning saylamga bo'lgan qiziqishi qanday bo'ldi? Chunki bu Turkiya tarixida tunji qitim bo'layotgan bir hodisa hamdi. Mushu haqida o'zingizning bir qarashlarini, qanday bir his tuyg'uga keldingiz? Ekran oldidagi ko'rmanlar bilan bir o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat, muhim bir savolni o'tirib qo'ydingiz. Hamda bu haqiqatan Sharq Turkiston tarixida diasporada elib berilgan umumiy Sharq Turkiston xalqininki qatnashishi bilan bo'libmi 30 dan ortiq davlatda birli vaqtda elib berilgan nihoyat ahamiyatli bir ish bo'ldi, bir saylam bo'ldi. Hamda bu nihoyat qisqa bir vaqt ichida, ya'ni 7 aydanki o'ttirlarga yaqin shunday bir qaror ilinib 8 ayning 22 kuni, ya'ni 1,5 oydak vaqtda bunday bir saylamni elib berib buni muvaffaqiyatli oxirlashtirish haqiqatan oson bir ish emas edi. Endi bu yerda vaqtning nihoyat qisqa bo'lib qolishi sababli keng xalq ommasini yetarli darajada ma'lumot sahibi qilish va keng darajada tashviqot elib berish imkoni biroz oz bo'lib qoldi. Endi buning sirtida haqiqatan bu Turkiyada elib berilgan saylam resmi bir davlatninki millat vakili saylimi yoki boshqa shunga o'xshaydigan cho'ng tipli
yoki shahar boshliqlarini saylaydigan saylamlarga o'xshash shu standartlarda elib berildi deb qaraymiz. Hamma kishi o'zininki erkin irodasi bilan ovozini, reyni qo'llandi. Tanıydiganlarımız ba'zi bir kishiga rey berganlar bor, shu bir kishini bildi. Ba'zi birdan ko'p kishiga rey berganlar bor. Hech kimga rey berish kerakligini yoki sandiq beshida bo'lsin va yoki nazoratchilarning endi bo'lsin bir talkinda bulundigan ularga undaq bir ish bo'lmadi zodi. Nayetli demokratik bir şekilde elib berilgan bir saylam bo'ldi. Bu bir başlangıç. Elbette bir ishninki başlash ve onu bir vücutga chiqarish intayin ters. Bir ish boshlangandan keyin uning kamchiliklari, boshqa to'liqlaydigan har xil taraflarini onu ko'rib olamiz. Bundan keyingi qildigan ishlarimiz uchun bizga bir yo'l ko'rsatib berdi. Bu haqiqatan tarixga kechadigan nihoyatda muhim bir hodisa deb qarayman men shaxsan. Bulupmu Şarkı Türkistan halkınınki bunundan keyin elib baradigan texmi keng ko'lamlik va texmi baldu tayyorlangan tashviqotlar orqali kelgusida nihoyatda dag'dug'liq saylamlarninki elib berilishiningki bir boshlang'ichi deb qarayman. Albatta bu butun Sharq Turkiston xalqimiz uchun va Dunyo Uyg'ur qurultiyi uchun va boshqa har qaysi tashkilotlarimiz uchun bu xayrlik, nihoyatda yaxshi bir ish bo'ldi deb qarayman. Hürmetlik Abdurşid Abdülhamid efendim, yuqorida sizmi aytib o'tganingizdek, mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyining xalqarodagi xizmatlarining bir parchasi bo'lgan Turkiyadagi har qaysi xizmatlar, mayli saylam bo'lsin, shunday muhim ishlarda o'zinglarning kuchinglarni qo'linglardan kelgancha qilib kelyapsizlar va shuningdek Turkiyadagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisi nomidan siyosiy va bu yerdagi 10 minglagan xalqimizning ijtimoiy krizisini hal qilish yo'lida nurg'ulg'an jafolarni tatib oldirish ishlayapsizlar. Mushundaq oldirishchilik ichida yana qimmatli vaqtingizni ajratib ziyoratimizni qabul qilganligingiz va qimmatli ma'lumotlar bilan ekran oldi ko'rinmalarni ta'minlaganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizga. Men rahmat aytaman ziyorat qilganligingiz uchun va bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfi to'g'risida xalqimizni aydınlatganligingiz uchun men ko'p rahmat aytaman. Selamet bulun. Bütün ekran aldığındaki görünmenlerimizden hepsiga tekrar selamlarımı yollayayım. Wa alaykum assalam, sizga rahmat. Hürmetli görünmenler, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasida diqqatingizga sunduk. Keyin qaytamliq programmamizda ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.